Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi darvozamiz, navesimiz tugallab qoldi, xudo xohlasa. Xo'p, darvozamizni o'tsak, eniga 4 metr, bo'yiga 290. Bu nalichkalar 70 santdan nalichka chiqqan kela tomoniga. Bu darvozamiz O'rta Sochiq tumani Toshovul mahallasiga darvoza bilan naves qurildi. Hozir navesimizni ko'rsatamiz. Birinchi darvozani ko'rsatdik. Mana xudo xohlasa tashqari tomon. Sekin bismillah deymiz, sekin kiraveramiz. Sekin kirsak, navesimiz ham uy bo'g'otdi. Mana men do'stlarim, akaxon 2 kundan beri shetdamiz mana. Biz qilgan mehnatlarimiz samarasi mana. 2 kundan beri. Mana bu navesimiz eniga 6 metr, eniga 6 metr, bo'yiga 12,5 metr. 6 leksan tushgan, 6,5 metrdan. Profillar tevaga ahamiyat berasizlar, hurmatli obunachilar. Tevaga ko'rilgan, 4 ga mana bu 4 ga 4 kelasi ham. Ha, shadasi 3 ga 2 dan bo'lgan. Sifatiga 100% kafolat. Hamma yo'q, xudo xohlasa lazer. Toshovul qishlog'ida bitta bo'ldi, egalari rosa xursand bizdan. Bu navesimiz 650 ming kvadrat bo'lgan. Olib kelib o'rnatishimiz hisobiga 50 millionga bu tushgan navesimiz. Juda ham ideal holatda, xudo xohlasa egasiga manzur. Buni ham baslangan tevaga chiqib, yana senga qo'yaman. Bir ko'rishlarim mumkin, baho berishlarim mumkin biz qilgan mehnatga. Arziydimi? Laykka. Faqat bitta no'si bor, mana bu nima shu xalat berib qoldi. Shuni ozgina kesildi, endi meva-cheva ketdi ozgina. Faqat mana ko'rishlarim mumkin mana. Ko'rishlarim mumkin. Nalichkalardan o'zi xudo xohlasa akang qiziqda do'stim. Kuydirib o'ltiradi hammani bu.